بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan payg'ambarimiz Rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Allah Taologa beadad shukrlar, hamdlar, sanolar bo'lsinki, buyuk Ramazon oyining muborak kechalaridan birida sizlarni bu ko'hna va muhtasham jome masjidlaringizda ma'rifiy suhbat qilish imkonini siz bilan bizga ato qildi. Alloh bu suhbatni hammamiz uchun manfaatli bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Siz azizlar bilan bo'ladigan suhbatga men ojiz banda zikr va zokirlar haqida suhbat bo'lishini niyat qilib, Allohning o'zidan ko'mak so'ragan holda so'z boshlamoqdaman. Zikr va zokir deganda ko'pchilikning ongiga maxsus bir shaxslar boshqacha kiyim olgan va qandaydir o'zlariga xos ustozlardan olgan zikrlarni qilayotgan xayol kelmasin. Buni suhbat davomida tushunib olamiz. Avvalo zikr degani nima degani? Zikr degani arabcha so'z bo'lib, bizni ona tilimizga tarjima qiladigan bo'lsak, eslash, yodlash, yodga olish ma'nosini bildiradi. Zokir esa eslovchi, yodga oluvchi, yodlovchi shaxs degan ma'noni bildiradi. Bizi dinimizda zikr deganda Allohni zikr qilish tushunadi. Ya'ni Allohning ojiz bandasi o'zini yaratgan xoliqi Allohni yodga olsa, eslasa, ana uni zikr qildi deydi. Allohni yodga olgan, Allohni eslagan bandani zokir deydi. Ana shu nuqtai nazardan hozir siz bilan biz hammamiz zokirlarmiz. Hammamiz Allohning zikrini qilmoqdamiz. Chunki Alloh bizga farz qilgan ibodatlarni barchasi Allohning zikri uchun qo'yilgandir, shariatga kiritilgandir. Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida Auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim va aqimis solata li zikri deydi. Namozni qoyim qilgin meni zikrim uchun. Ana namozni qoyim qilish degani namozni to'la to'kish, puxta, chiroyli qilib o'qish. Kim niyat bilan Allohning shariatida ko'rsatilgandek qilib namozni to'la to'kis o'qisa, Allohning eng buyuk zikrini qilgan bo'ladi. Tahoratdan boshlanadi. Tahoratni qilayotgan odam bismillahni aytadi, zikrlarni qiladi. Joy namoz solganda yana, qiblaga yuzlanganda yana, niyatni qilganda yana, takbiri tahrimani aytganda Allohu akbar Allohning eng buyuk zikrlaridandir. Undan keyin subhanaka Allohumma bu tasbih. Ana alhamduni o'qisa yana zikr. Zamsura qilsa yana zikr. Ana rukuga borganda yana tasbih aytadi. Yana takbir aytib o'rnidan turadi. Sajdaga borganda yana tasbih aytadi. Namozni o'zi eng buyuk zikr. Hozir farz ro'zani tutyapmiz. Allohning buyuk zikrini qilyapmiz. Qorong'ida tong otmasdan Allohning zikri uchun turiladi. Turgan odamni esida eslayotgan narsasi nima?
Alloh menga ro'zani farz qilgan, shuni tutish uchun Allohning roziligi uchun turyapman deydi. Bu zikr bu. Saharlik qilish Allohning zikridir. Saharlikni duosini qilish Allohning zikridir. Kun bo'yi och qolib, chanqab, o'zini shahvatdan tiyib yurish Allohning buyuk zikridir. Agar Allohni eslamasa, ro'zasini ochib oladi. Qiynalgan odam, chanqagan odam, och qolgan odam og'zini ochmayapti. Nimaga? Allohni eslagani uchun. Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi. Shu chanqaganimga ham savob beradi, och qolganimga ham savob beradi degan zikri bor uchun haligi ro'zani buzmayapti. Ana ibodatlar qanchalik Allohning zikri ekanligi. Ana borib iftorga dasturxonga o'tirasiz, nozi ne'mat turibdi, o'zingiz ochsiz, chanqagansiz, lekin qo'l urmaysiz. Nima uchun? Allohning zikrini qilib turibsiz. Og'iz ochish duosini o'qisangiz, u ham Allohning zikri. Bismillah deb og'zingizga xurmo, suvni olib, ro'zangizni ochsangiz, u ham Allohning zikri. Ana mana shu holat ibodatlar bandani Robbiga bog'lab turadi. Chunki bu ibodatlar Allohning eng buyuk zikrlaridir. Ana shu zikrlar Allohni bandasini Allohga bog'lab turuvchi omillardir. Allohning zikri har bir banda uchun buyuk baxtdir. Yuksak maqomdir. Bandani eng ulug'vor cho'qqilarga olib chiqadigan sababdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda fazkuruni azkurkum deydi. Sizlar meni zikr qilinglar, meni eslanglar, men sizlarni eslayman. Gapni qarang. Banda, ojiz banda, Allohni yaratgan maxluqlarning ichida eng ojizi inson bo'ladi. Eng ojiz inson bo'ladi. Har qanday hayvon bola tug'sa, undan turib yurib ketaveradi. Lekin insonning bolasi yotadi. 2 yilgacha onasi ko'tarib yuradi buni. 1 yil, 10 oy bo'lib oyog'iga bosguncha tura olmaydi o'rnidan. Eng zaif inson. Shu zaif, zarraga arzimaydigan narsani Alloh men esimga olaman deyapti. Allohning esiga, zikriga kirish uchun ojiz banda nima qilish kerak ekan? Allohni zikr qilish kerak ekan. Oson ekan. O'zi Qur'onda aytayapti. Fazkuruni azkurkum. Ey bandalarim, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman. Ana o'sha arzimas bir zarra o'zini arzimas bir amali bilan o'zini yaratgan buyuk Xoliqni eslashiga sazovor bo'lishi, bundan katta baxt bormi? Bundan katta dunyoda baxt yo'q. Boshqa hech bir mavjudotga Alloh bu gapni aytmagan. Rasul akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, "Iza marartum bir riyadil janna farta'u." Agar jannat bog'chalarini oldidan o'tib qolsangiz, ulardan huzurlaning. Bir tamaddi qiling, huzurlaning. Sahobalar hayron qolishdi. So'rashdi, "Ma hiya riyazul janna ya Rasululloh?" Allohning rasuli, jannat bog'chalari nima? Javobga nima dedilar? Hilaquz zikri, zikr halqalari dedilar. Allohni zikr qilib turgan bandalar, Qur'on o'qib zikr qilyaptimi? Namoz o'qib zikr qilyaptimi? Yo maxsus lafzlarni aytib zikr qilyaptimi? O'sha yer jannatning bog'chasiga aylanar ekan. Ona o'tib ketayotgan beparvo bo'lib o'tib ketmasin ekan, shu bog'chadan biroz manfaat olsin ekan, qo'shilsin ekan shunday. Ana zikr qanchalik ulug' narsa. Shu bilan birga zikr nihoyatda oson narsa. Bir arobiy keldi. Arobiy degani cho'lda o'sgan, tarbiya ko'rmagan, sodda, qo'pol, odob axloqqa uncha o'rganmagan odam. Shu odamlar islomga kirib, islomni eshitib, kelib, o'sha o'zini cho'lidagi gapini Rasulullohga bemalol qilishaverar edi. Hali ularni birov o'rgatmaganda. Sahobalar Rasululloh akramdan haybatlaridan, hurmatlaridan so'raganlari kelgan narsani ham so'ralamay turishar edi. Yoqmay qoladimi, ko'ngillariga botmay qoladimi, so'rasam bir to'g'ri bo'ladimi degan mulohazalar bo'lardi.
Haligilar kirib kelib tikkasiga so'rashaverar edi. Shuning uchun sahobai ikromlar birorta arobiy kelib so'rasa edi, biz ham bilib qolardik deb turishar edi. Bir kun ajnaqalardan bittasi keldida, "Ya Rasululloh, menga shariatli ishlari ko'payib ketdi. Sal soddaroq, osonroq narsani o'rgatib qo'ying" dedi. Ya'niki cho'lni odami mayda-chuyda gaplarni sig'dira olmayapti o'ziga. Lo'ndaroq qilib bir Allohga ibodat qilmoqchi. Allohga qurbat hosil qilmoqchi. Shariatli gaplari ko'payib ketdi. Menga nima? Osonlik bilan ko'p foyda oladigan narsani o'rgatib qo'ying deganida Rasul akram muloyimlik bilan doimo tiling Allohning zikri bilan ho'l bo'lsin dedilar. Tamom. Alloh 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 deb yur, subhanalloh deb yur, alhamdulillah deb yur. Tilingdan Allohning zikri tushmasin bo'ldi senga. Ana osoni shu. Haqiqatdanmi? Haqiqatdan siz bilan biz ojiz bandalar umrimizni har lahzasida Allohni aytib yursak, hech qanaqa Alloh deb yursak, subhanalloh deb yursak, Allohu akbar deb yursak, alhamdulillah deb yursak, hech narsamiz ketmaydi. Tilimiz Allohning zikri bilan ho'l bo'lsin. Ana shunda Allohga qurbat hosil qilamiz. Allohga yaqinlashamiz, huzuriga joylashamiz. Bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga ega bo'lamiz. Zikr eng oson ibodat, eng buyuk ibodat. Bandani Robbisiga yaqinlashtiradigan ibodat. Zikr bilan insonning qalbi mag'ora ketadi, poklanadi. Shuning uchun ruhiy tarbiya mashoyixlari kelib o'ziga shogird tushib, meni shogirdlikka oling, ibodat o'rgating, qalbimni poklay, ruhim yengil bo'lsin, Allohga yaqin bo'lay desa, tavba qil deydilar. Tavbadan keyin astag'firullohni tinmay aytasan degan vazifa beradilar. Astag'firulloh Allohning zikrlaridan bir zikr. Allohdan mag'firat so'rayman degani. Gunohimni kechirilishini so'rayman degani. Ana o'shani vazifa qilib olib, murid tinmay aytaveradi. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deyveradi. Shu astag'firullohni aytaverish niyat bilan, ixlos bilan qalbni poklovchi omildir. Inson badanini niyat qilib, tahorat, g'usl qilib, suv bilan poklaydi. Qalbini yuvay desa, ichkarida yuvib bo'lmaydi suv bilan. Uni yuvadigan narsa astag'firullohdir. Har astag'firullohni aytganda qalbda joylashib qolgan mog'or nuqtalardan bir nuqta ko'chadi. Sekin ko'chib tushib qalb poklanib borib bir kuni kelib yarab ketadida, hamma yo'q pok qalbni egasi nima zikr qilsa keyin o'ziga botadigan bo'ladi. Shuning uchun haligi qalbni poklash zikr bilan bo'ladi. Mashoyixlar aytadiki, ko'pchiligimiz, hammamiz boshimizda bor bu narsa. Zikr qilayotganingda g'ofil bo'lib qolsang, ahamiyat bermagin deydi. Mana namoz o'qiyasak, xayolimiz bozorga ketib qoladi. Ha? Allohning zikrini qilyapsak, qandaydir yana tirikchilikning bir narsalari xayolga kelib, keyin to'xta, nima qilyotgandim deb qoladi odam. Zikr qilaman dedim, bozorda yuribman-ku. Bu bo'lmaydi. Zikrni qilganda juda nima yo'q. Mayli, qilaver deydi. G'ofil degani Allohning zikrini unutgan odam. Mashoyixlar aytadiki, zikr bilan g'ofil bo'lganing, zikrsiz g'ofil bo'lganingdan yaxshidir. Bir yo'li g'ofil bo'lib qoldi, Allohni eslamay yuribdi. Lekin bir odam Alloh Alloh deb turib g'ofil bo'lyapti. Bu afzal bu. Alloh Alloh deversa, ozgina g'ofil bo'ladi, keyin yana o'ziga keladi, ozgina yana orqaga qaytadi, yana o'ziga keladi, borib g'ofillikdan chiqadi. Uyg'oqlikka o'tadi, sergaklikka o'tadi. Endi hushyor bo'lib zikr qiladi. Uni davom etaversa, uyg'oqlik zikriga o'tadi. Undan keyin yana yuqori natijalarga ko'tariladi. Mana shu ma'noda bizning dinimizda Allohning zikriga juda katta e'tibor berilgan. Allohning zikri bilan tili ho'l bo'lgan banda, dili band bo'lgan banda
zinhor va zinhor yomonlikka qo'l urmaydi. Chunki doim Robbisiga bog'lanib turibdi. Yomonlikka qo'l uzatayotganda qalbida Alloh turibdi, zikr qilyapti. To'xta deydi, men Allohni zikr qilib turib shu yomonlikni qilamanmi? Mutlaqo to'g'ri kelmaydi. O'zini o'zi to'xtatadi. Ana bunaqa narsalar bandaga hamma narsada go'zal inson bo'lishni qobiliyatini beradi. Yaxshi banda, go'zal ummat, yaxshi birodar, yaxshi aka, yaxshi uka, yaxshi er, yaxshi ayol, yaxshi do'st, hamma yoqdan go'zal. Shuning uchun mana ibodatlar zikr uchun bo'lsa, ibodatdan bo'sh vaqtda tilovati Qur'on ham Allohning zikri. Haligindek la ilaha illallohni aytishmi yoki boshqami? Rasululloh alayhisolatu vasallam hadislarda aytadi: "Kalimatani xafifatani alal lisani saqilatani alal mizani." Ikki kalima bor, tilga oson, darrov aytiladi. Lekin qiyomat kuni tarozida juda og'ir vazn bosadi. Subhanalloh valhamdulillah. La ilaha illalloh odam bolasi talaffuz qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi so'z shudir. La ilaha illalloh. Doim aytib yursin bandalar. Mana shu holatlarni namozda, oziq-ovqat tanovul qilishda, boshqa ishlarda ham hammasini zikri bor. Namoznikini aytdik. Oziq-ovqatda bismillahirrohmanirrohim deb yeyish kerak. Ovqatni tuganda alhamdulillahi robbil alamin deyish kerak, bu ham zikr. Suv ichganda ham shu. Har bir narsada Allohning zikri bor. Ana o'sha narsa bandani Allohga bog'lab turadi. Allohning zikri bandani Allohga bog'lab turadi. Shuning uchun musulmon banda ertalab uyqudan ko'zini ochganda duo bor. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizni o'ldirganidan keyin qayta tiriltirgan Allohga hamdlar bo'lsin va to'planib borish ungadir deyiladi. Insoniyat tarixida, butun dunyoda, barcha zamonlar va makonlarda uyg'ongan odam aytishi mumkin bo'lgan eng yaxshi so'z sudir. Boshqa millatlardan so'rab ko'ringlar, uyg'onganda nima deydi? Hech narsa demaydi. Desa ham bo'lmag'ur bir gapni aytadi. Lekin musulmon odam haliga. Haqiqatdan uyqu yarim o'lim. Alloh iroda qilsa banda tura olmaydi. Ana sog' turganiga Robbisiga shukr qilyapti, hamd aytyapti. Ana turib borib tahoratxonaga kirsa o'zini zikri bor, uni qilinadi. Tahorat qilganning zikri bor, uni qilinadi. Tahoratdan chiqishni tahoratxonadan zikri bor, uni qilinadi. Hammasi bor. Oxiri kunini o'tkazib aylanib kelib yotayotganda yana zikr bor. Ko'chada yurgandagi holatlarda hozir mana nima? Ko'chada ketayotsak bir Alloh saqlasin, lekin hafta hodisa bo'ldi. Ikkita musulmonga markabi urushib ketib, nima bo'ldi? Talofat yetibdi. Kimnidir shu mingan markabiga talofat yetgan, kimnidir burni qonagan, kimnidir qo'li qonagan, boshqa bo'lgan. Hozir nima qiladi odamlar uni ko'rsa? Yugurib tushib telefonini olib suratga oladi. Bitta din qardoshi musibat chekib turibdi. Bu tomoshani payidan. Suratga olib darrov SMS bilan boshqalarga yuboradi. Bugungi kunning voqealigi shu. Men hali ijtimoiy odoblar degan kitobimga shuni yozdim. Menga bir odam o'zi aytib berdi. Toshkentda bir kichkina mashina katta mashinaning tagiga kirib ketibdi. Ertalab odamlar ishga ketayotgan paytda. Shuni ko'rib deydi, g'alati bo'ldim deydi. Borib ishxonamga kelsam odamlar deydi, telefonda ko'rib o'tiribdilar deydi. Tomosha qilib anoni qara deyishyapti deydi. Bir musulmon musibat chekdi, jon talofati ko'rdi. A'zosi sindi, mashinasi rasvo bo'ldi, qolgan musulmonlar buni tomosha qilishyapti. Musulmonchilik bo'yicha nima qilish kerak edi? To'xtash kerak edi, o'sha birodarlarga achinish kerak edi. Keyin duosini o'qib zikr qilish kerak edi Alloh taolo. Alhamdulillahillazi afana mimma ibtala bihi g'ayrana. Ana. Allohga hamd bo'lsin, boshqani
sinovga uchratgan narsadan bizni afv qilib o'zi saqlab qoldi. Bu ham eng go'zal narsa. O'sha birov musibatga uchraganda bu yoqda ko'rgan tomosha qilmay, balki Allohni zikr qilib, o'zini sog' qolganiga shukr qilib, musibatga uchragan birodariga shifo tilab, duo qilishi qanday gap? Go'zal gap. Bu yo'qishda bir xonadonga o't ketibdi. Qattiq o't ketdi deydi, qo'shnilari aytayapti. Hamma chiqdi, lovullab yonyapti. Hamma telefonini olib suratini olyapti deydi. Birov paqirab kelib suv tashib, ozgina bo'lsa ham o'tib-o'tibizga yordam beradigan odam yo'q deydi. U yoqqa o'tib suratini olyapti telefonda, bu yoqqa o'tib butun mahalla surat telefoni bilan surat olyapti deydi. Yoki o'sha kuyayotgan xonadondan odamlarni chiqarish, birorta asbob uskunasini olib chiqaylik degan odam yo'q deydi. Men deydi, kiringlar, qo'shnilar sovuq deb, men uyimga olib kiryapsam, bittasi kelib nima qilasan deyapti deydi. Ana oqibatni yo'qolganligi. Agar shular Allohni eslaganda edi, Alloh shu musibatni birodarimizga beribsan, bizga o'zimizni saqlagin, bularga biz yordam beraylik deb yordam qo'lini cho'zishardi. Tomosha qilishmas edi. Telefonga suratini olib boshqa yoqlarga SMS bilan yubormas edi. Ana Allohning zikri qanchalik ulug' narsa. Bu buyuk baxt biz uchun. Ana o'shani doimiy ravishda tilimiz Allohning zikri bilan ho'l bo'lish kerak. Doimiy ravishda Allohni eslab turishimiz kerak va har bir munosabatda Allohga shukr yoki hamd yoki boshqa zikrlar bor, shuni qilishimiz kerak. Allohni unutdimi, bandaning ishi orqaga ketaveradi. Chunki Allohni eslamagan odam nima qilsa qilaveradi. Kecha bir hamrohlardan biri aytayapti, hazil gap, lekin haqiqat. Shofirlar deydi, gayi xodimini ko'rganda Alloh esiga tushadi deydi. Haqiqatan shunaqa. Gayini xodimini ko'rguncha qo'shiq aytib, alay-balay hamma narsalarni qilib ketadi. Uni uzoqdan ko'rdi, o'zini to'g'rilashga boshlaydi. O'sha to'g'rilash doim bo'lishi kerak. Faqat gayini xodimini ko'rganda emas, unda o'sha gayini xodimlarga ham yaxshi bo'ladi, chunki shofirlar doim yaxshi yuradi. O'sha haydovchini odobiga rioya qilishadi, chunki Allohning zikrini qilib turibdi. Va boshqa narsalarni ham mana shunga taqqoslashimiz mumkin. Allohni faqat namoz o'qigan vaqtda, roza tutgan vaqtda emas, doimiy ravishda zikrini qilishimiz kerak. Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi, Alloh hisob kitobini qilib turibdi. Ana o'sha Allohning buyrug'i bilan to'g'ri yuray, to'g'ri turay, birovga zarracha yomon yetkazmay, chunki hisobini oladi degan tushuncha bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini zikrini qilib yuradigan zohir bandalardan bo'lishimizni, doimo tillarimiz Allohning zikri bilan ho'l bo'lishini, doimo Alloh ko'rsatgan yo'ldan, Alloh o'rgatgan ta'limotlardan foydalanib yashashimizni, Rasul akram alayhisolatu vassalom bizga o'rgatgan zikrlarni qilishimizni, ulardan manfaat olib, elga, yurtga, oilalarimizga, butun mavjudotga ham manfaat yetkazadigan, yomonlikdan doimo yiroqda bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Bu muborak oyda qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Va qiyomat kunida bizga shafoatchi bo'lib, qo'limizdan tutib, yetaklab jannatga olib kirishini nasib etsin. Bedor bo'lib o'qiyotgan tarovih namozlarimiz, qiroati Qur'onlarimizni Alloh taolo dargohida qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا الله يا رب العالمين. Biz ojiz bandalaring, o'zimizni ojizligimizni tan olaroq, zaifligimizni tan olaroq, muhtojligimizni tan olaroq, seni o'zingga ojizona qo'llarimizni uzatib, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh buyuk Ramazon oyida kunduzlari niyat bilan tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarni gunohlarimizni kechirilishga sababchi bo'lishini nasib etgin. Parvardigoro, u ro'zalarni ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Oxiratda barchamizga ro'zalarimiz shafoatchi bo'lishini, qo'limizdan tutib Rayyon ismli eshiklardan jannatga boshlab kirishini nasib etgan. Hozirgina o'qilgan tilovati Qur'on, namozimizdagi qiroatlar hammalari Qur'oni Karim. Parvardigoro, Qur'oni Karimni barchamizga bu dunyoda hidoyatchi qilgan. Oxiratda esa shafoatchi qilib, Robbim bu bandang kechasi meni o'qib bedor bo'lgan edi, men shafoatchilik qilaman, buni jannatga kiritgin deb qo'llarimizdan tutib jannatga olib kirishini nasib etgan. Shu bilan bu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha azizlarimizni bahramand aylagin. Xususan bizni vatanimizdan o'tgan, aziz Namangan diyoridan o'tgan, ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlarni, bu masjidni qurganlardan o'tgan, ibodat qilganlardan o'tgan, hozirda o'zingga qo'lini uzatib ixlos bilan, qalblari to'la ixlos va ko'zlari to'la yoshlari bilan duo qilayotgan bandalaringdan o'tgan azizlarini bahramand aylagin. Ularni barchalarini g'ariqi rahmat, shoistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni dargohingda qabul aylab, oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sababchi qilgin. Alloh Qur'oni Karimni biz tirik yurgan mo'min musulmon bandalaringga hidoyatchi qilgin. Qur'on ta'limotlari asosida yashab, ibodatlarimizni qilib, o'zingga qurbat hosil qilishimizni nasib etgin. Alloh barchalarimizni o'zingni zokir bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgin. Tillarimiz doimo seni zikring bilan ho'l bo'lishini nasib qilgin. Har bir ishimizda, turishimizda, harakatimizda o'zingni zikringni biz bilan birga bo'lishini nasib etgin. Zikrlar ila qalblarimiz poklanib, o'zingga qurbat hosil qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Bu ibodat qilayotgan azizlarni, oila a'zolari, bola chaqalari,
qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari, butun el yurt bilan birgalikda hammalarini sog' salomat tinch-omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavf xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo Ramazonlarga shunday xursandchilik bilan kelib, bundan ham afzal tarzda ibodatlarini qilib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. İçimizde bemorlarimiz bor, ularni barchalariga shifoyi komil bergin. İçimizde musofiri borlarimiz bor, ularni musofirini o'zing hozir aylagin. Hojatmandlarimizni hojatini ravo qilgin. Parvardigoro, kasb-kordagilarimizni kasblariga, korlariga o'zing baraka bergin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin. Turmushlarini farovon aylagin. Bergan ne'matlaringga shukrni o'rniga qo'yishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Allah farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergan. Qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgan. Ilm tarafdagilarga ilm ladun, ilm robboniy bergan. O'qishga kirmoqchi bo'lgan yoshlarimizni yo'llarini ochiq qilgan. Yaxshi ilmlarni olib elga, yurtga, o'zlariga foyda keltiradigan ulug' insonlardan bo'lishini nasib etgan. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Barcha ishlarimizni oson qilgin, ravon qilgin. Doimo o'zingni ibodatingda sobit qadam bo'lishimizni nasib etgan. Alloh, bu muborak masjidda, Ramazonning muborak kechasida bedor bo'lib, namoz o'qib, o'zingga duo qilib turgan bandalaringni sendan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor. So'rovlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergin. O'zingga qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini ato qilgin. Parvardigoro, yanagi Ramazonlarga sog' salomat kelishimizni o'zing nasib etgan. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Ushbu masjidni ushlab turgan azizlarimiz, muhtaram qozi domlamiz boshchiligidagi Namangan viloyatining barcha ulamolari, xususan bu masjidning imomlari, noiblari, hammalarini dining yo'lida qilayotgan xizmatlarida o'zing madadkor bo'lgan. Bu azizlarimizni mo'min musulmonlarga qilayotgan xizmatlarini, ajrini, savobini ko'paytirib bergan. O'zlarini sog' salomat tinch-omon qilib, xizmatlarida bardavom bo'lishlarini nasib etgan. Parvardigoro, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgan. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.